Diqqat qiling, 2026-yil mart oyidan boshlab O'zbekistondagi barcha pensionerlarga shoshilinch xushxabar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. So'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Vitronik tabobat olamida ajoyib yangilanish. Erkaklarda uchrovchi prostata bezi adenomasi, surunkali prostatat holatlarida achishish, og'riq, kam peshob ajratish holatlarini bartaraf etuvchi ajoyib vosita. Umumquvvatni oshiradi, jinsiy faoliyatni yaxshilaydi. Erkaklarning haqiqiy ishonch manbai. Mahsulot ta'sirini 5-7 kun ichida sezasiz. Vitronik har tomchisida mo'jiza. Diqqat qiling, O'zbekistonda 4,2 million pensionerdan 3,8 million nafari, ya'ni 90% o'z pensiyalarini naqdsiz shaklda olmoqda. Pensionerlar uchun my.gov.uz sayti yoki MyGo ilovasidan foydalanib, pensiyalarini naqd shaklga o'tkazish imkoniyati yaratildi. Bundan buyon fuqarolar yagona portal my.gov.uz sayti yoki MyGo ilovasi orqali pensiya to'lovlarini naqd shaklga o'tkazish xizmatidan foydalanishi mumkin. Bu xizmatdan foydalanish pensionerlar uchun mutlaqo bepul, deyiladi xabarda.